Mana onasi kelin bo'lmishning otasini rozi qildim. Juda taqvodor, ilmli, ziyoli oila ekan. Ha, to'g'ri, dadasi, onasi ham ochiq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Ha, onasi aytgandek, kelin bolani ko'rdingmi? Sizlarga choy olib kirdimi? Ha, ko'rdim. Faqat o'g'limizga yoqarmikan sababi? Nimaga unday deysan? O'g'limizga bunday yaxshi qiz topolmayman. Qoriya va soliha qiz ekan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qiz bolani 4 ta narsasi uchun nikohlanadi. Moli uchun, nasabi uchun, chiroyi uchun va dini uchun. Bas, sen dindorini tanla deb aytgan. Men soliha, dindor qiz topdim axir. Alhamdulillah, ona shahrimga ham keldim. Assalomu alaykum otajon, oyijon. Seni juda sog'indim, o'g'lim. Endi kiyimlaringni almashtir, domla nikoh o'qiydi. Soliha, to'y yugurlari bilan charchamadingizmi? Keling, yuzingizni ochib qo'yay.